Sovuq tushgandan qor yog'ardi deb o'ylamang. Bu boshdagi perxich. Bu perxich o'zidan o'zi ketmaydi. Ey qiz, bizning tarkibimizda vitamin A, sink, vitamin D juda ham ko'p. Agar bizdagi mahsulotlarni kam yesang, soching perxich bo'lib ketaveradi. Men esa soch qalinligiga javob beraman. Hozir bu odamning sochi juda ham to'kilib ketyapti, chunki vitaminli narsa yemaydi, faqat fast foodlar yeydi. Soch qalinligi uchun esa temir va oqsil kerak. Xafa bo'lma, kunlik ratsioningga bizani qo'shgan va soching juda ham qalin bo'lib o'sadi. Bu xotirlarga rosa hayron bo'laman. Sochini oqartiradi, ustidan esa kraska bilan chaplab tashaveradi. Undan ko'ra vitamin B kompleks bilan met ichsa bo'lmaydimi? Juda qiyin emas-ku bu narsa. Sochingni oqarishni xohlamasang, bizani har kun oz-ozdan yesang bas. Undan tashqari soch perxich bo'lmasligi uchun uni ustki tarafdan ham rozmarin bilan yaxshilab hot qilish kerak. Tarkibida ximikatlar bo'lmagan shampun va balzam esa sochni oqartirishni oldini oladi. Soch to'kilishini to'xtatib, uni qalin qilib o'stirmoqchi bo'lsangiz esa mana bu spreydan foydalanishingiz kerak. Mahsulotlarimiz ustida farmatsevtlar ishlaydi. Barcha mahsulotlar Misrdan olib kelinadi. Zakaz uchun direkt yozing.